Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli aziz televizion ko'ruvchilari va muhtaram aziz nima desam muxlislar. Kelinglar, bugun bu bir yaxshi masalalar bor. Biz uzoqmiz, tushunmaymizmi yo bir narsani tushunmasdan ko'ra oldindan vahima bosib xato bo'lib falondan eshitgan edim, faloni aytgan edi deb, yo men ko'zim bilan ko'rgan edim deb, keyin uyalib boshqa chiqib qolgandan keyin xato bo'lmasdan hamma narsaga tushunib olib, keyin bir zotda masalan bir qissani aytib bersak o'zimiz tushunamiz. Bir odam kitob o'qib o'tirgan, reylda ketyapti safarda, ro'barasida bir yosh odam o'tirdi. Yoshli odam, 60-70 ga kirgan odam, yonida bir bolasi bor. Bu o'g'li ketayotganda derazadan kelkindan qarab turib, ota o'sha yerga qarang, ketyapti, ota ana odamni ko'ring, yurayapti, tog'ni ko'ring, nimani ko'rsa aytayapti. Bu kitob o'qigan odam jinni chiqib, narsa chiqib, nima uchun? Nimaga u yosh bola emas, u aytayotgan odam. Nima? 20-25 yoshda. Kitobiga qaraydi, bularga qaraydi. O yanagi bola bo'lsa, nima narsani ko'rsa, ota, ha, tog'larni ko'ring qani? Tog'ni ko'rsang nima ko'rasan? Reyda borayotganda tog'ni ko'rasan, toshni ko'rasan, boshqa nimani ko'rasan? Uy tuyalarga qarang yurib ketyapti. Voy odamlarni ko'ring, voy xotinni ko'ring, qoragilar, bolalarni qo'ldan ushlabdi. Otasi ham, ha o'g'lim ko'p yaxshi deb qo'yadi, lekin aytmaydi. Oxir bu odam behi g'azabga kelib, meni kitobga ham o'qimadigani qo'ymadi deb aytibdi. Otajon, bu bolangiz 2 yashar bo'lmasa, 3 yashar bo'lmasa, noz bersangiz uyda ichida bering. Bu motorni ichida, bu reylni ichida buncha odam bor. Nima narsani ko'rsa, yosh bolada uni ko'ring, buni ko'ring, qo'yni ko'ring, pishakni ko'ring, bundan gapmi? Bolangizni to'ppa-to'g'ri jinnixonaga olib boring, tuzating desa, otasi kulib turib aytdi: "Ey o'g'lim, biz jinnixona, kasalxonaga, doktorga bormaymiz. Lekin haqiqatdan xabaringiz yo'q. Oldin haqiqatni bilib oling, keyin gapirasiz" degan edi. Odam aytdi: "Otam, siz ro'barimda o'tirgan bo'lsangiz, o'g'lingiz 25 yoshda 2 yashar bolani qiligini qilsa, siz ham unga qarab kulib, ha o'g'lim yaxshi deb qo'ysangiz, qancha yaxshi ko'rsangiz ham uyda ko'ring deb aytsam, bobo aytdiki, o'g'lim, haqiqatda biz kasalxonadan kelib jinnixonaga bormaymiz, lekin ko'z doktoridan keldik." Nima ko'z doktoridan? Shu o'g'lim 6 yoshda ko'zi ko'rmay qolgan edi. Ko'zi ko'rmay qolgan vaqtidan beri biz tushunmagan edik. Bizning qishloqimizda yaxshi narsalar yo'q edi. Yaxshi doktorlar yo'q edi. Yaqinlikda biz katta bir doktorga borib turib, buni ko'zini amaliyot qilib ko'zi ochildi. 20 yildan beri yo 19 yildan beri hech bir narsani ko'rgan yo'q edi. Birinchidan uyiga borayapmiz, yo'lda 20 yildan beri dunyoni yoqtiligini, bu dunyoni chiroyligini, gulguzorligini ko'rmagan edi, bolam degan edi. U odam turib yig'lagisi keldi: "Otajon, ha, kechiring, meni haqiqatdan xabarim yo'q ekan" dedi. Maqsad nima? Aziz birodarlarim, shu ko'rayotganlar, ayolmi, erkakmi, xotinmi, raismi, kimki bo'lsak, bir zotga shoshilmasdan, vahima qilmasdan turib, yaxshi haqiqatni bilib turib keyin mardimga aytaylik. Tushundikmi? Albatta bundan buyoqqa birtaga aytib qo'yib, pushaymon bo'lib, kechirasizda, men faloni aytgan edda yo o'zim ko'rgan edimda deb aytib qo'yib pushaymon bo'lmaylik. Bir ozgina o'ylab turib, shoshilmasdan, xususan katta odamlarga, rahbarlarga, mudirlarga, mas'uliyat odamlarga, odamlarning yonida xijolat bo'lib boshini egib, kechiring deb so'ramaylik. Haqiqatni bilib turib, shoshilmasdan, haqiqat bilgandan keyin hammaga aytsak mayli. Sog' amon bo'linglar, ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.